Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet 18, 19 va 20 aprel kunlari kutilayotgan ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Videorolikdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18 va 20 aprel kunlari 8-13 daraja, 19 aprel kuni 6-11 daraja, kunduzi 18 aprel kuni 20-25 daraja, 19 va 20 aprel kunlari 22-27 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18 aprel kuni 16-21 daraja, 19 aprel kuni 20-25 daraja, 20 aprel kuni 22-27 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 18 aprel kuni yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 19 va 20 aprel kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18 aprel kuni 15 daraja, 19 va 20 aprel kunlari 7-12 daraja, kunduzi 18 va 19 aprel kunlari 16-21 daraja, 20 aprel kuni 18-23 daraja bo'ladi. Qashqadaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. 18 aprel kuni yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 19 aprel kuni ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 20 aprel kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18 aprel kuni 15 daraja, 19 va 20 aprel kunlari 8-13 daraja, kunduzi 18 aprel kuni 18-23 daraja, 19 aprel kuni 20-25 daraja, 20 aprel kuni 22-27 daraja bo'ladi. Surxondaryo viloyatida esa havo biroz bulutli bo'ladi. 18 aprel kuni yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 19 va 20 aprel kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18 aprel kuni 15 daraja, 19 va 20 aprel kunlari 8-13 daraja, kunduzi 18 aprel kuni 18-23 daraja, 19 aprel kuni 20-25 daraja, 20 aprel kuni esa 22-27 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 18 aprel kuni yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 19 aprel kuni ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 20 aprel kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18 aprel kuni 15 daraja, 19 va 20 aprel kunlari 8-13 daraja, kunduzi 18 va 19 aprel kunlari 16-21 daraja, 20 aprel kuni 20-25 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida esa havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan yomg'ir yog'adi. 17 va 19 aprel kunlari ayrim joylarda kuchli bo'lishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat 18 aprel kuni kechasi va kunduzi 8-13 daraja, 19 aprel kuni kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja, 20 aprel kuni kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja bo'ladi, deyiladi O'zgidromet veb saytida. Hurmatli tomoshabin, kanalimiz tezroq rivojlanishi uchun ushbu videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling.